ajratib tushgandan keyin rahmat sizlarga. Bugun mahalla baytimizda ajratib o'tgan kreditlar haqida sizlarga ma'lumot berib o'tamiz. Hozirgi kunda o'zimizdan qilgan fuqarolarga jismoniy kreditlar million so'mdan 50 million so'mgacha 5 million so'mligi 1 yilga, ayollarga imtiyoz sifatida 23%, erkaklarga 25%, muddati 1 yilga. Biznesga ko'mak degan ikkinchi kredit turimiz bor, u 17 million so'mgacha, muddati 4 yil. 6 imtiyozlar bor, ayollarga 23%, erkaklarga 25%. Uchinchi turdagi kreditimiz mahalla loyihasi dasturi doirasida chiqadi. Kredit foizlari 25%, bunga ham ayollarga imtiyoz berilgan 23%. Muddati 5 yil, 2 imtiyozlar. Endi agar tadbirkorligingizni kengaytirish maqsadida qilmoqchi bo'lsangiz, olti tadbirkorlik ochgan bo'lsangiz, Prezident 302-qaror asosida 100 million so'mgacha garov, 300 million so'mgacha garov bilan kreditlar ajratilyapti. Bu yo'nalishi o'z tadbirkorlik loyihasidan kelib chiqib xohlagan yo'nalishda ajratishingiz mumkin. Bunda kredit foizlari ayollarga 9%, erkaklarga 26%.